Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hech qachon ovqatni yomonlamagan. Shunday odamlar bo'ladi. Albatta bir narsa deydi-da. Qo'y qo'yib ketibdi, suv qo'yib ketibdi, tuzsiz bo'lib qolibdi, yaxshi qaynamabdi, dam yemabdi. Birodarlar, Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning sunnati u zotning oldiga bir ovqat olib kelinsa, yoqsa yeganlar, yoqmasa chekiga surib qo'ygan. Ma zamma ta'aman qat, lakin idza a'jabahu akalahu va in karihahu tarakahu. Imom Muslimdan Nabiy sallallohu alayhi vasallam hech qachon oldiga qo'yilgan taomni yomonlamagan. Agar yoqtirsa yegan, yoqtirmasa uni nima qilgan? Tark qilgan. Ortiqcha birodarlar maqtab bo'lmaydi ovqatni. Yomonlab ham bo'lmaydi. O'zi ovqatni kim yomonlaydi bilasizmi? Ortiqcha maqtaydigan odam yomonlaydi. Asal bo'lib ketibdi-ya, qara-ye. Qiyon bo'lib ketibdi-ya, bunaqa ovqat yemaganmiz. Yo'q, bo'lmaydi.